Salom do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun men sizlarga tashdakda o'stirilgan kudini qandoq o'raydiganligimizni ko'rsatib o'taman. Mayli tashdakda o'stirilsin yoki yerda o'stirilsin, buni o'rg'a vaqtimizda tuvidan to'pig'i pichoqni tekkizib turib o'rishimiz kerak. Ba'zi do'stlar buni ustidan qaychilar bilan kesadi ekan. Bunday qilgan vaqtida keyin o'sib chiqadigan kuyda sog'lom yaxshi o'smaydi, yaxshi unmay qoladi. Tuvanda men tafsili ko'rsatib o'taman. Buni o'rg'a vaqtida mana bir chetdan o'rishni boshlaymiz. O'rishdan avval kichikroq pichoq bo'lsa texi yaxshi, o'tkir qilib bilib tayyor qilib olamiz. Mush boshdan pichoqni ko'rindimikin da pichoqni to'pig'i tekkizib to'pidan nippiz bir qavat ostig'iroq qilib turib kesimiz. Kesib bo'lgandan keyin buning tuvi ko'rinmagidek darajada. Mana bundaq. Topsi o'rilgan yerda mana osti ko'rinmaydi asos chatdan-chu. Ashundaq darajada kesimiz. Mana buni pappaksiz o'rib etdik mana. To'psini bunday qilib, bo'lsa yana azroq o'g'itlab, suvlarni quyib qo'ysak, yana 3 haftadan keyin 3 hafta yoki 4 hafta oralig'ida shunchalik bo'lib yana o'sib chiqadi bu. Mana juplaymiz. Bunday.
Ha mana küdüm tayyor oldu ya. Bugün küdüm antısı.